Savsovning o'g'li bo'lgan Savchong nihoyat aqlli. Savchongni rostila Savpi qasdlab o'ldirganmi? Agar siz shunday deb qaragan bo'lsangiz, xatolashgan bo'lasiz. Yurak berib, alt raqamini yo'llab saqlayotgandan keyin filmni davom ko'ring. Ushbu chaqani ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Kinoda Savpining Savchongni qasdlab o'ldirganligi gumoniy nazarda qoldi. Unda bo'lsa rostila Savpi Savchongni o'ldirayotganmi? Unda emas. Haqiqiy tarix qaraydigan bo'lsak, amaliyotda Savchong bir kasal bilan, ya'ni kasal tegish sabab bilan o'libdi. Bu vaqt Savsov uni qutqizish uchun nurg'unlagan tiyuplarni akiladi. Dal shu vaqtda uch parchalik chiqadigan dangli qisaytib Xuatovni bekildi. Ammo Savchongning kesilini ko'rgandan keyin uning davolayolmaydiganligini ko'rib, davolashni rad qildi va davoligi bo'lmaydi dedi. Dal shu sababli bu kasal bilan Savchong o'lib ketib qoldi. Bu vaqtda Savsov nihoyat ochiqlandi. Hamma ishni Xuatovdan ko'rib, davolamaganlik sababidan o'ldirib o'tmoqchi bo'ldi. Ammo boshqalarningki to'sishi va nasihat qilish bilan Xuatovni qo'ydi. Demek Savchong kasal sababini o'tib ketgan. Keyingi vaqtlarda Xuato yana bir qatim Savsovning oldiga kelib, uni davolamoqchi bo'lgan vaqtda Savsov uning davolashini rad qildi va uni o'ldirdi. Balkim shu qatimning o'ldirib etishi dal uning o'g'lini davolamaganligining sababidan, ya'ni uningga o'g'im saqlab yurganligidan bo'lishi mumkin. Agar siz bu gaplarga qo'shilsangiz, Asliy Mikas hayoliga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p ushbu parchalikdagi sirlar qiziqmoqchi bo'lsangiz, ushbu parchalikdagi iyilik tiklash, korxona boshqarish, xodim boshqarish, so'zlash mahoratiga oid darslikni anglamoqchi bo'lsangiz, ayrim xonaga uchur qiling. Men maxsus dars so'zlanadigan to'pimga sizni qo'shib qo'yaman.